Bugun men sizlarga mana bunaqa rasmlarni sun'iy intellekt yordamida mana bunaqa qilib yasab, obzor qilib beraman. Agarda sizlar tayyor bo'lsanglar, qani unda boshladik. Stop, mana shunaqa sifatli kontentlar ko'payishi uchun mana shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'p, biz birinchi bo'lib mana shu ikkita rasmni yasab ko'ramiz. Ya'ni TDMda olingan rasm bilan Eiffel minorasini birlashtirib ko'ramiz. Va sun'iy intellekt bizga mana shu rasmni yasab berdi bolalar. Ko'rishlaringiz вообще noodatiy va chiroyli bo'lgan, bolalar, nima deysizlar? Tasavvur qilib ko'ringlar bolalar, mana shunaqa joylarda TDM o'ynasa. Qiziqarli fakt, olimlarning aytishlaricha 10 yildan keyin biz o'ynayotgan video o'yinlarining 90% AI yordamida yaratilar ekan, ya'ni sun'iy intellekt yordamida. Xo'p, endi navbatda biz mana shu ikkita rasmni birlashtirib ko'ramiz. Ya'ni Erangeldagi Potemkin rasmi bilan Misrdagi piramidalarni birlashtirib ko'ramiz. Men sizga sun'iy intellekt yasagan rasmni ko'rsatishimdan oldin mana shu videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va sun'iy intellekt bizga mana shu rasmni yasab berdi. Xuddi bolalarning kabo'l ochadigan joyga o'xshaydi, bolalar, nima deysizlar? Qiziqarli fakt, sun'iy intellekt 1950-yildan beri rivojlanib keladi va hozirda 75 yoshda. Qanaqasiga biz shuncha yil sun'iy intellekt borligini bilmaganmiz. To'g'ri, hozirda ko'pchilik odam sun'iy intellektni biladi, lekin nimaga 20-30 yil oldin buni borligini ham bilmaganmiz. Endi navbatda esa mana shu ikkita rasmni birlashtirib ko'ramiz. Ya'ni Livikdagi Mitstem bilan O'zbekistondagi teleminorani. Bizga rasm yasab berayotgan saytning nomi qiziq bo'lsa, bolalar, men Telegram kanalimda bo'ladi bolalar. Bemalol o'tib sizlar ham mana shunaqa rasmlar yasashingiz mumkin. Telegram kanalim esa YouTube kanalim shapkasida bo'ladi. Bemalol o'tishingiz mumkin. Va bizga sun'iy intellekt mana shu rasmni yasab berdi. Va mana bolalar, videomiz ham tugadi. Sizlarga 3 ta rasmdan qaysi biri yoqdi? Albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Albatta video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan oz fursatda hamboy bo'ldi.